Holbuki biz ulardan avvalgi kishilarni imtihon qilgan edik. Bas shu imtihon vositasida Alloh iymon keltirdi deb rost so'zlagan kishilarni ham, yolg'onchi kimsalarni ham bilur. Vulkanizatsiyada shu mashinani qildiryapti bo'lsa. Peshinda o'qib bo'lganmiz. Ro'paradagi do'konda 3 ta bir 50 da ustidagi akalar do'konda ochib, ko'k choyni qo'yib ichib o'tirishibdi. Mayli sahari bordir, yaxshi gumon qilamiz. Mayli shu doktor tomonidan tutmang degan mayli, lekin ro'zani hurmati yo'qmidi? Naglayda shunday qo'yishi ichib o'tiribdi. Hamma kafelar yopiq. O'sha mana bu niqada tasavvur, tushuncha noto'g'ri. Ha, ichmoqdan kasallik bo'lsa, mayli shariat ruxsat beradi, ammo hurmatini qilib qo'y. Birodarlar, bu oy g'animat oy, bu shamoldek bulutdek tezda o'tib ketadi. Nafsini jilovlab